suhbat deganlaridek yana to'yimizni davom ettiramiz aziz mehmonlar. Do'st bilan obod uy, yana bo'lsa uni vayrona ham do'st qadam bosmas ekan, vayronadir kashona ham deya mana shu davramizda muhabbat akamizni bozorchi dugonajonlari qatnashmoqda ekan. Keling aziz mehmonlar, bozorchi akalarimizni davramizga taklif qilsak. Marhamat. To'yimizga xush kelibsiz. Mana shu Muhammad Aliga bo'lgan do'st so'zlaringizni bildirsangiz marhamat. Muhammad Aliga uzoq yosh belga 25 yoshga Xudoyim aytganingizga Muhammad Alining sunnat to'ylaridan ham kelin to'ylaridan da kelmay sizga nasib qilsin deb qolamiz. Yana bir bora to'ylarimizga xush kelibsizlar deymiz. Ana bozorchi akalarimiz marhamat. Tebriklayman shu bo'lgan gününden. Doim shu sunnat to'ylarni farz to'ylarni yetiring. Qiz baxtli, davlatli bola bo'lsin. Aqllaringiz izi ko'payarsin. Uyingizda hamisha to'y bo'lsin. Yaxshi kunlarda o'tirmoq nasib etsin hammangizni. Rahmat aytganingiz kelsin. Ana bozorchi akamiz, kunni bozorchi akamizdan so'z navbatini eshitamiz. Marhamat. Rahmat Xudoyim sizdan xonadonda shunday to'ylar bo'lishini tilakdoshimiz. Marhamat akajonlar. Muhammad aka bir yosh to'y muborak bo'lsin. Sunnat to'ylarimda, pokka to'ylarimda, diplom to'ylarimda, uylangan to'ylarimda o'tirmoq hammamizga nasib etdi. Iloyim shu bola vatanimizga kerak bo'lgan yetishdi. Şu oğlu kızımızdan, aktılarımızdan, çoğuluklarımızdan rahat görüp oturacağız. O yüzden hemşe koy olayım. Aytganingiz kelsin. Yana bir bora to'ylarimiz muborak bo'lsin deymiz. O'zim bilib keldim to'y bo'lajagini. Xaloyi hammasi yig'ilajagini, amma xalolari xizmatda turajagini. Ammajonlar, xalajonlar to'ylarimiz muborak. Qani Muhammad Ali'ni ammajonlarni, xalajonlarni davramizga taklif qilamiz. Qani ammajonlari, xalajonlari amma keldi, hamma keldi deydi. Qani keling davramizga. Qani ammajonlar, yana bir bora to'yi muborak bo'lsin. Xudoyim Muhammad Ali'ni kelin to'ylarida, sunnat to'ylarida shunday o'tirma nasib etgan Xudoyim. Xudoyim aytganingizga qani salomat xolasi, sayyora xolasi, qani Ig'onlidan kelgan Sharafat ammasimi, xolasimi? Keling davramizga. Xolasi bo'ladi, keling. Ana Sharafat aka. Keling bu yoqqa. Shu aytamiz ikkimiz. Keling, keling, keling. Yana bir bora to'ylar muborak bo'lsin. Daim yetmeyenlere getirgen Allah'tan Xudoyim. Hemen işine yetirgen. İşlerin yaşı uzun olsun, ömrü uzak olsun, aklınızdan birga kalsın Xudoyim. Şohrata, akka, ahtudan mübarek bo'lay Xudoyim. Allah tilaklar verdim deb bergan bo'lay, ömrü uzak bo'lay. Mana shu yerda medinda kim medinda yurganlar bo'lsa, hammasi sog'may kelinglar. Hammangizga rizqingiz baland bo'lsin, yurtingiz farxat bo'lsin, sog'lik kelsin Xudoyim.
Rabbim gerekli olayda mutlaka hepimize nasip etsin. Ömür uzak olsun. Mesela müzik gitmedi ya. Yaşı uzatmasın Muhammed. Qani rahmat, qani shirinlanmasi, muyassaranmasi, keling davramizga. Yana bir bora Shuhrat og'a, Muhabbat aka to'ylarimiz muborak bo'lsin deymiz. Hammajonlar to'ylar muborak bo'lsin. To'yimizga xush kelibsiz. Marhamat.